Hoppa. Bu taraflara tutturmasam. Vay. Ama taraf gitişadı mı diyor. Vay. Vay 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 vay. Aşı. Vay. Şu tuzlu var. O satmışsınız gerek. Saldan gidin. Gidiyoruz. Assalom. Qancha bo'ldi shu? 38 milyon so'm bo'pti. Oh 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 Oy oh Oy o'ziga chanilga qildi-yu. Tutilgan. O'zligini tanimaydi. Tutilgan, o'zligini tanimaydi. Janazaga. Ha, qo'shingga. Bunaqa hukumatingiz yo'q. Bunaqa hukumat. Oh. Vay 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 vay. Vay shit. Assalomu alaykum va rahmatullohi. Bugun biz Toshkent viloyati Qabray tumani O'nqo'rg'onda joylashgan Sho'ro mol bozoriga yetib kelganmiz. Salmondorroq qolay, sal barra bo'lib turaman mana. Ye. Mulotdi. Mayli. Qo'rg'oslar mana mol bozori ham. Bugungi sana 18-fevral hafta kuniga chorshanba mana. Albarrodan olgan asiga. Videoga bir donadan like bosib qo'yib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Nazarbay mol bozori xudo qolsin inshaalloh payshanba va yakshanba kunlari ishlayapti. Agar kimga sifatli yoqqan mol kerak bo'ladigan bo'lsa, shunday pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Mana. Mayli. Sigirlar. Sizdan aka bu? Nech pul so'rayapsiz menga? Nech pul so'rayapsiz menga? 40 million. 40 million so'm so'rayotgan ekan. Nechinchi qora aka? Ikkinchi qora. Ikkinchi qora. 7 oylik bo'lgan. Xudo qolsin shu 2 oy kutsangiz to'g'ri ekan. Necha litr sut beradi? 15 ta beradi. 15 ta beradi. Ha. Oldi 15 ta degan. Ha, ya. Doq ko'rsatib bo'ladi. Garantiyasi bormi? Garantiyasi bor 1 hafta. Bo'ldi. Telefon nomeri aytasizmi? 99lik 309 309 83 19. Bo'ldi. Bemalol qo'rasalar. Endi yana bo'laman. Mayli, bozoringizni bersin aka. Assalomu alaykum. Ona bola sizdan aka. Nech pul so'rayapsiz aka? Voy. 80 millionga sigir. Nech pul so'rayapsiz aka menga? 30 million so'm so'rayotgan ekanlar menga. Nechinchi qora aka? Nechinchi qora? 3-chi qora. 3-chi qora. Bolasi necha kunlik bo'ldi? Necha kunlik yoki necha haftalik so'rla? Haftalik bo'ldi. 2 hafta, 3 hafta. Hafta. 1 haftami? Va 2 hafta bo'lgan bo'lsa kerak, turadi hozir yana. Necha litr sut beradi aka? Shundan ko'p beradi. 10 tadan ko'p. Bolasi endi bo'ladi.
Endi keldinglarmi deyman do'st. Yeb ish yaxshi bo'lsa bo'ldi, aka. Bo'ldi. Hamma narsasi yaxshi bo'lsa. Telefon nomeri aytib yuboring, aka. Mayli. Bozoringizni bersin. Salomat bo'ling. Ramazonni yaxshi kutib oling. Qaysi biri baraka bo'ldi, aka? Assalomu alaykum. Nech pul so'raysiz aka menga? 25 so'rab. 25 million so'm so'rash. 25 million so'm so'rash aka. Nechinchi qorim aka? 4-qorim. 4-qorim. Ha. Bolasi necha oylik yoki necha haftalik desa bo'ladi? Bolasi 2 oylik. 2 oylik. 1 oydan o'tgan qonundan bolasi bor. 1 oydan o'tgan bolasi ham bor ekan. Ro'za qo'ygan. Ha. Unisi noma'lum lekin. Ha. O'zi 2 oylikdan u yog'i, 3 oylikdan u yog'i o'zi ma'lum bo'ladi paytda. Necha litr sut beradi aka hozir? 8 taga olaverasiz. 8 litrga bemalol bor ekansizlar. 12 taga mana 8 taga olaverasiz. 12 ta deyishmas ekan, 8 litrga bemalol ovur ekansizlar. Telefon nomeri ayting endi aka. 94lik 94lik 798 698 0057 bo'ldi. Bemalol qo'rasizlar, ko'rasizlar. Mana sigara o'zini. Sizdanmi aka bu? Sizdanmi? Nech pul so'raysiz bunga? 30 million so'm so'rashayotgan ekan. Buni endi menda onajimmi hozir? Ha, onajim. Necha oylik bo'ldi? 5 oylik. 5 oylik. Xudo xohlasa inshaalloh to'g'ri sabr qilsa o'zi sigir bo'lar ekan. Xudo xohlasa inshaalloh. Onasi necha litr sut bergan? Biz ham olganmiz. Yo, ko'rinishidan mana ko'rasizlar gibrid. Hali bozor qilmagan lekin. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka bu? Emasmi? Assalomu alaykum. Bu 28 million so'm ekan. Mana dikisini 30 million so'm qilishayotgan ekan hozir. Bu nechta endi ekan-da? 8-9 ta elim ekan. Kunlar ekan sizdan. Nech pul so'raysiz bunga? Nech pul so'raysiz? 40 kam. 40 million so'm kami bor. 14 litr suti bor. Nechinchi qorim? Ikkinchi qorim. Bolasi necha oylik, necha haftalik bu? Bolasi 9 kunlik. Bolasi 9 kunlik. Erkak. Ha. Nechtalili yoki orqasida ko'rinib turibdi. 8 yildan bo'lsa kerak deb o'ylaydi aka. Bu odamga baholga beraveraman. Sinama oling. Ya, aytaman-da. Mana. Ha, ko'rasizlar. Bozor necha pul qoldi aka? 33 million so'm qilishayotgan ekan. Voy voy.
Telefon nomeri qo'yasizmi aka? Assalomu 97 738 97 738 76 66 66 76 76 bo'ldi. Bemalol qo'rasizlar, ko'rasizlar. Bolasi bu qacha? Hoppa. Ya. Hozir maktabimizda To'xtasizlar ishlang. Assalomu alaykum. Sizdan aka bu? Necha pul so'rasizmi? 40 million so'm so'rayotgan ekan. Yurishlar yaxshi ekan. So'ga. Hadi bu yoqqa boramiz. Keladi. Mayda ekan. Bo'ladi emas. Mayda ekan. Yaxshi. O'rtacha. Yo'san, tira araka oldi. Shu bozor tilini o'rganib olish kerakmi deyman-da shu. Men bilmaydigan tilda gaplashyapti narxlarni. Bozor tili degan kurs ochildi. Sama. Assalomu alaykum. Sizdanmi aka bu? Necha pul so'rayapsiz menga? 35 million so'm so'rayotgan ekanlar menga. Nechinchi qarom aka? Mana ko'rasizlar. Bolasi bormi? Ana mana shu bola. Necha oylik bo'lgan o'zi bolasi? Bolasi 3 oylik. Bolasi 3 oylik. Erkak? Qoch. Hozir necha litr sut beradi? 10 litr sut bor. Keyingi tug'ganda necha litr sut bergan? 15 tadan mana shu berar ekan xudo xohlasa inshaalloh. Bozor ish pul qildi aka o'zi. 29 bozor 29 million so'm qilishayotgan ekan. Bolasi urg'ochi. Vallah. Telefon nomeri qo'yasizmi aka? Bozor bersan, Ramazonlar yaxshi kutib oling. Yetdi. Haladir kelishyapti. Sigar jab ko'zim yaxshi ko'rindi. Kimdan ekan aka bu? Sigar? Hoppa. Necha pul so'raysiz aka bular? 8 so'raymiz kammi? 48 million so'm so'rashib. 7 oylik bo'g'oz. 2 oy kutsa jo'qda qolsin inshaalloh. Tug'argan Alloh qolsin inshaalloh. Yangi tug'gan necha litr sut bergan? Nima? Ha. Qormi? Ha? Birinchi qo'rimmi? Men ikkinchi qo'rim bo'lsa kerak deb o'ylab taxmin qildim-da. Yana bilmadim. Uch qo'rim, 4 kilo. Ha, to'g'ri. Bozor necha pul qoldi aka? Jam bor. 5 oylik bor, 15 litr suti bor. Ha, hozir. Bitta aylanib kelamiz. Mana. Mana. Yebchilar yaxshi ekan. Go'sht qaytarib turibdi. Yebchini so'ramasam bo'rar ekan. Hozir o'zi yetib turibdi.
Bozor nechi pul qoldirasiz? Asloyda. 9 milyon. 49 million so'm qilish So'ra oldim. 55 million so'm sarflab. Buni nechi pul qilishdi hozir? 2 milyon. 42 million so'm qilish olgan ekan. Telefon nomeri qaysi? 99 lik. Ya, 873. 873 46 46 76. Bo'ldi. Mana bemalol ko'rasizlar. Qaysi biri bo'ldi aka? Nechi pul bo'ldi? 45 million so'mga baraka bo'libdi. Simental buqa mana kim olib ketarkan deb kutib turibdi. Oqsil aylanib. Oqsil bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Mayli. Bugungi narx-navo bilan ham tanishtirdik. Videoga bittadan like bosib qo'yib, yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin. Videomizni like bosish, obuna bo'lish keng tarqalishiga sababchi bo'ladi. Hammaga rahmat.